Qizlar, Sephora ilovasidan buyurtma berib bepul sovg'alar olish imkoniyati borligini bilarmidingiz? Amerikadagi ko'pchilik opa-singillarimiz buni bilishi tabiiy. Men ham Amerikaga kelganimdan so'ng onlayn buyurtma berishga odatlandim. Bugun buyurtmalarimni oldim. Mana qarang, ilovada o'zimga kerakli narsalarni yig'ganimdan keyin ularning qiymati $90 dan ko'p bo'lishi kerak edi. Mana shu to'plamlardan birini bepul olishim mumkin. Men mana bu to'plamni tanladim. Ha, yana bir narsa. Sephora'da shunaqa imkoniyat bor ekan. Agar akkauntda tug'ilgan kun oyni belgilab qo'ysangiz, o'sha oy ichida buyurtma bersangiz, sizga tug'ilgan kun sovg'asini jo'natishadi. Bu tug'ilgan kunim sharofati bilan olgan sovg'am. Bu esa xaridlarim uchun yuborilgan hadya. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? $90lik xarid uchun bu sovg'alar arziydimi yoki yo'q? Siz ham bu imkoniyatdan albatta foydalaning.